Mahalla milliy qadriyatlar beshigi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida shahardagi Ma'rifat mahallasi bilan hamkorlikda aynan shu mavzuda tadbir tashkil etildi. Bu haqda muxbirimiz xabar beradi. Universitetda tashkil etilgan mazkur kechada Ma'rifat mahallasining bir guruh faollari hamda oliygoh talaba yoshlari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar tomonidan bugungi kunda yoshlar tarbiyasida mahallaning o'rni alohida ekanligi ta'kidlandi. Oliy o'quv yurti hamda fuqarolar yig'inlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z bordi. Sharqona madaniyatni o'zida jamlagan mahallalar nufuzini oshirish muhim vazifa ekani aytib o'tildi. Talaba yoshlar milliy an'analarimizni o'zida aks ettirgan urf-odat va marosimlarga doir sahna ko'rinishlarini namoyish etishdi. Musiqiy chiqishlar yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Mahalla urf-odatlar beshigi deb bejiz aytilmagan barcha urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz mahalladan, keksa onaxonlarimizdan boshlanadi. Milliy qadriyatlarimizda ota-onalarni ko'rish, keksa, boquvchisi yo'q, nogironligi bo'lgan xonadonlardan xabar olinadi. Mana shu Navro'z bayramlari bu ham bizning o'zbekona milliy urf-odatlarimiz aytiladi. Navro'z bayramlarida qadriyatlarimizda sumalaklar pishadi. Yosh avlodga mana shu qadriyatlarimizni yetirish biz kattalarning vazifasiga kiradi. Bahor o'zi bilan butun insoniyatga, ayniqsa xalqimizga o'zgacha xursandchilik olib keldi. Xususan kuni kecha nishonlangan Xalqaro xotin-qizlar kunini aytmaysizmi? Endi esa oldinda yana bir go'zal ayyom, Navro'zi olim turibdi. Uning shukuhi ham allaqachon yurtimiz bo'ylab kezib yuribdi. Mahallalarda kayvona onaxonlar jam bo'lib, milliy taomlar, jumladan sumalak, ko'ksomsa, halim kabi vitaminlarga boy va tanaga quvvat bo'luvchi noz-ne'matlar tayyorlanmoqda. Sir emas, Navro'zda milliy qadriyatlar va urf-odatlarimiz yanada yorqinroq namoyon bo'ladi. Bu jarayonlar esa bevosita mahallada o'z aksini topadi.